Kechasida qorong'iga to'xtaysizlar, shubhali joylarga. Qaranglar, farani o'chiraman hozir. Gördinglarmi? Hech narsa yo'q. Mana hozir nashno rejimini o'chirsak, shu ahvolda holat. Tushunishinglar uchun mashinani o'chiramiz. Qaranglar o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Tashqari qorong'ida va hech narsa ko'rinmaydigan holatda mana. Qaranglar. Eshikni yopamiz. O'zingizlar bilasizlar, eshikni ochish vashshi oson bo'lib ketgan hozir. O'g'rilar ham oliy ma'lumotli diplom bormi deysizlarda, sekundda ochib qo'yadi eshikni. Volvoda mashina qilib qo'yganman. Hammaning o'zining yo'li bor. Mana mashina oddiy, hammada plomba. Uvol bo'lib yotadi, qaranglar, bunday olasizlar. Mana endi ochilmaydi, qaranglar. Tashqaridan qulfni buzgan taqdirda ham bu ochilmaydi. Avvalo Allohga tavakkal qilamiz. Avvalo Alloh saqlasin. Ikkala tomonda ham shunaqa qilib bekitib qo'yasizlar. Menda ikkala tomonda ham turadi, kech payti yopib qo'yaman. Bu tomonda ham bekitib qo'ydim. Mana o'rtoqlar ochilmaydi. Ular shu remendan foydalanadi. Bu ham yaxshi usul o'rtoqlar. Mana qaranglar. Kimlardir shu usuldan foydalanadi. Mana men yiladi, ko'rib turganinglarda. Va buni tortadi, qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yoqqa. Bu eshikka qotirilgan. Ko'rib turganinglardek mana shu holatda. Uchinchi variant bor. Video ozgina cho'ziladi, lekin manfaatli bo'ladi o'rtoqlar. Uchinchi variantimiz shunaqa o'g'rilar bor joyiga o'xshab shubhalansanglar, remenni olasizlar. Remen mana tortasizlar. Shu yerdan o'tadi, ichkarisidan mana. O'tkazib olasizlar shu yerdan mana remenni va joyiga taqiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu taqildi joyiga. Va qarabsizlarki, mana sidina ushlab turadi remeni. Ham taranglasin desanglar, bilasizlar, hammani sidinasi orqaga tashlaydi. Volvoda shu yerdan ham qilsa bo'ladi. Hammada abishda bu tomonda bo'ladi, chap qo'limizda. Volvoda osonroq qilib qo'ygan. Mana shunday ko'tariladi. Orqaga bosaman. Ana. Qaranglar. Xullas eshik ochilmaydi. Hammasi biz sababini qilamiz. Avvalo Alloh saqlasin. Alloh saqlamasa bular hammasi birdek. Biz sababini qilyapmiz xolos. Vahshiy yomon ekan-a demanglar. Bu narsa Qozog'istonda ham bo'lgan, Rossiyada ham bo'lgan qatnagan paytlarimizda. Moskvaga yetmasdan to'xtab turardik. Sheriklarimizni eshigini buzib kirib, telefonlarni olib ketgan vaziyatlar bo'lgan. Mashinaning ichida bo'lmasa 7-8 odam uxlayotgan xonasida bildirmasdan kirib. Hamma joyda, hamma davlatda o'ziga yarasha o'g'rilari bor. Bundan qo'rqish kerak emas. Qo'rqgan odam uydan chiqmaydi. Allohga tavakkal qilinadi. O'g'il bolani rizqi ko'chada.